qo'lim qaltirab, даже so'z topolmayapman. Nima deyishdi? Hali Sabrina bu haqida hech narsa bilmaydi. Odamlar shok. Shok odamlar shok. Shunday davlatimizda shunday dobroy odamlar borligidan ming qatla shukr va yana shukr. Обязательно shu videoni tagiga Shahzoda Muhammedova Marat akani atmechat qilib rahmat deb qo'yinglar. Ming million raz rahmat deb qo'yinglar. Qo'lim qaltirashini qaranglar. Shok. Shahzoda Muhammedova Marat aka Sabrinaga 2 xonalik uy podarka qildi. Hali Sabrina bundan xabari yo'q. Ertalab tursa surpriz qilib aytaman deb kutib turibman. Kattakon rahmat Shahzoda opa, Marat aka. Katta, men shunaqa xursand bo'lib ketdim, bilin, ichimga sig'mayapti. Realno shunaqa odamlarimiz borligidan u yoqdan bu yoqqa yugurib yuribman xursand bo'lib. Боже мой, я так счастлива. Meni hissam qo'shilganidan biram xursandman, o'zimni ichimga sig'mayapman. Qaltirab qoldim, ishonasizlarmi? Hozir Svязga chiqishib, ertalab tabriklab qo'ying, 2 xonali kvartira podarka qildik deb aytib qo'ying deydi. Kattakon rahmat, sizlar ham rahmat deb qo'yinglar. Iltimos shunaqa yaxshi odamlar bor ekan hayotimizda. Hammasi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa undan ham zo'r yashab ketamiz. Xudoyim ol qulim desa hech bo'lamas ekan. Rahmat Marat aka, Shahzoda opa, katta rahmat.